Hammaga xayrli kech. Real Madrid sport shaharchasiga xush kelibsiz. Bugun umidga va xursandchiliklarga boy bo'lgan yangi davr boshlanish arafasida. Sababi bugun Madridga yangi murabbiy kelmoqda. Hozirda dunyoning eng yaxshi murabbiylaridan biriga aylangan, Real Madrid qadriyatlarini bilguvchi, Madrid emblemasini va libosini ajoyib tarzda his qilguvchi yangi murabbiy. Aynan u bilan Real Madridning yangi oltin davri boshlandi. Lissabonda 10-Chempionlar Ligasi kubogini qo'lga kiritdik. Bugun esa bizning qadrdonimizga aylangan Xabi Alonsoni murabbiy sifatida tanishtiryapmiz. Qadrdon Xabi, uyingga aylangan Real Madridga yana bir bora xush kelibsan. Va shuni bilishingni istardimki, Real Madridning buyuk tarixini sen bilan qurishda davom etishdan faxrlanamiz. Ishonchim komilki, sen bu yerda ajoyib baxtli onlarni o'tkazasan. Sababi Real Madrid sen uchun qanday ahamiyatga ega ekanligini bilamiz. 2009-yilda futbolchi sifatida katta umidlar bilan Real Madridga kelganding va keyingi 5 mavsum davomida Real Madrid tarixiga kirishga muvaffaq bo'lding. La Decimani, Yevropa Superkubogini, bitta La Liga kubogini, ikkita Copa del Rey va Ispaniya Superkubogini qo'lga kiritding. Va qo'lga kiritilgan bu 6 ta sovrin bilan madridistlar qalbidan ham joy olding. Bu klubning talablarini, har doim sovrinlar uchun kurashishini va hech qachon ortga chekinmasligini yaxshi bilasan. Ishonchimiz komilki, biz sen bilan birgalikda muxlislarimizga ko'plab xursandchiliklarni ulashamiz. Qadrdon Xabi, uyingga Real Madridga xush kelibsan. Endigi so'z Real Madridning yangi murabbiyi Xabi Alonsoga. Hammaga xayrli kun. Bugun men uchun o'zgacha kun ekanligiga umuman shubham yo'q. Va albatta bu kun mening hayotiy taqvimimga o'chmas bo'lib belgilanadi va bir umrga esda qoladi. Men bu yerda o'z uyimda ekanligimdan juda ham baxtiyorman. Haqiqatdan ham men o'zimni xuddi uyimdagidek his qilmoqdaman. Real Madriddan bir necha yillar davomida uzoqda bo'ldim. Lekin Real Madrid bilan va Madrid muxlislari bilan o'zaro bog'liqlik har doim men bilan birga bo'ldi. Men bu nutqimni boshlashdan 1,5 soat oldin Real Madrid sport shaharchasida, shu yerda, Valdebebasda bo'ldim va o'zimni xuddi qayta tug'ilgandek his qildim. Ichimda xuddi shunday his-tuyg'ular paydo bo'ldiki, yuqorida prezident aytib o'tganidek, yangi davr boshlanish arafasida. Shu fursatdan foydalanib, klub prezidenti Florentino Perezga ishonch uchun rahmat aytmoqchiman. Bildirilgan samimiy ishonch va boshlanajak yangi davrni boshqarish uchun mening nomzodimga to'xtalganingizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Va albatta biz bu davrni katta energiya va umid bilan boshlashimiz kerak bo'ladi. Aytib o'tishim kerakki, so'nggi kunlarda men Madridning yangi murabbiy bo'lishim e'lon qilinganda, Real Madrid muxlislari madridizm yangi davr boshlanishidan umid qilishayotgani, yanada ko'proq sovrinlarni qo'lga kiritishni istashayotgani, o'sishdan to'xtamasligini va bu klub tarixini yanada buyukroq qilish ilinjida ekanligini his qildim. Va yuqorida sanab o'tilgan sabablar uchun yana bir bora klub prezidenti Florentino Perezga rahmat aytmoqchiman. Shu jumladan o'z oila a'zolarimga, ota-onamga, aka-ukalarimga, rafiqamga, farzandlarimga rahmat aytmoqchiman. Sizlarsiz bu katta chaqiruvni qabul qilishim va shu yergacha yetib kelishim imkonsiz edi. Va yangi davr boshlanishiga urg'u berishdan oldin mengacha bu yerda ishlab ketgan bir inson haqida gapirmoqchiman. Aynan yaqindagina o'z nihoyasiga yetgan Carlo Ancelottining davri haqida. Carlo nafaqat mening ajoyib murabbiyim, yaxshi inson, balki mening faoliyatimni belgilab bergan mutaxassis bo'lgan. Aynan u mening keyingi faoliyatimga juda katta ta'sir o'tkazdi. Va tan olishim kerak, uning ustozligisiz, u bergan maslahatlarsiz, balki katta ehtimol bilan men bugun bu yerda bo'lmagan bo'lardim. Shu sababli u qoldirgan merosni, uning ishini davomchisi bo'lishni faxr bilan qabul qilaman. U boshlagan ishni davom ettirishga, o'zimga bildirilgan ishonchni oqlashga va klubni kerakli darajaga ko'tarishga harakat qilaman. Yangi davr boshlanishidan avval yana bir gap, klub va muxlislar har doimgidanda hamjihatroq bo'lishimiz kerak. Bizda ajoyib jamoa bor. Bizda fantastik darajadagi futbolchilar va kelajakda yanada yorqinroq o'yin ko'rsatish mumkin bo'lgan jamoa bor. Men har bir futbolchi bilan yanada yaxshiroq darajasini ko'rsatish uchun o'z jamoam bilan birgalikda ish olib boraman. Ishonchim komilki, biz ajoyib natijalarni qayd etamiz. Real Madrid yaratgan tarix, qo'lga kiritgan kuboklar va albatta muxlislar bilan biz buni birgalikda amalga oshiramiz. Bu jamoa muxlislarga cheksiz quvonch, emotsiyalarni taqdim etadi.
Bizning o'yinimizni stadiondan yoki uyingizda, televizordan tomosha qilganingizda, ha, aynan mana shu men ko'rishni istagan jamoa, bu mening Real Madridim deyishingizni istaymiz. Agar biz mana shuni amalga oshira olsak, to'xtatib bo'lmas kuchga ega bo'lamiz. Shu sababli ishonchim komil va ko'nglim sezyapti. Biz ajoyib davrni boshlash arafasidamiz. Hammaga rahmat. Y a la Madrid.